Voy, dot smart aqlli ochkilar narxlari nima balo bo'lib ketyapti? O'tgan safar ko'rsatgan modelimiz yengisi keldi. Bu undan ham aqlli, dizayni ham ozgina o'zgargan, искусственный intellekti, Wi-Fi ga bog'lana oladi. Telefonda ham shu ochki orqali gaplashsangiz bo'ladi. Ham kamera, spishkalari ham kattalashgan, oynalari bo'lsa quyoshda qorayadigan qilingan. Ham bu ochkining yana bitta yaxshi tarafi, o'zini переводчиga bor. Gaplashayotgan gapingizni, to'g'risidagi odamning gapini ham tarjima qilib bera oladi. Undan tashqari muzika eshitayotganingizda muzikada nima aytilayotgani yozma tarzda tarjima qilib beriladi. Ko'chalarda muzika eshitmoqchi bo'lsangiz, ikki tarafida ham kolonkasi, mikrofonlari bor. Bemalol muzika eshitib ketsangiz ham bo'ladi. Yon taraflari shunaqa sensorlar bilan jihozlangan. Qo'lingizni shunaqa tepaga pastga qiladigan bo'lsangiz, ovozi baland-past bo'ladi. Oynasi ham quyoshga chiqqaningizda qorayadi, ichkarida oqaradi, anti-blikli qilib ishlangan. O'zini официальный приложениесі bor. Android ham, iOS ga ham tushadi. Ichkarida искусственный intellekti, переводчикlargacha bo'ladi. Xuddi shunaqa aqlli ochkilarni o'rtacha 90-100 dollar sotilayotgan bir paytda men sizlarga bu narxini bor yo'g'i $45 qilib beraman.